Bundan bitta oldingi video darsimizda miokard infarkt haqida, uni tashxislash, birinchi yordam va davolash haqida gaplashib o'tgan edik, lekin dorilarni qancha dozada berishimiz haqida gaplashmagandik. Bugun shu haqida gaplashamiz. Demak, birinchi o'rinda ikkitalik antiagregant dori beramiz. Birinchisi asetilsalicilliy kislota, aspirin 300 mg berishimiz mumkin bo'ladi. Clopidogrel 300 dan 600 mg gacha. Bu ikkala dorini bemorga chaynatib ichkizishimiz kerak bo'ladi, chunki tezroq ta'sirini boshlash kerak. Keyingisi geparin. Geparin 5000 единицagacha teri ostiga qilishimiz mumkin. Kilogrammiga 70-100 единицаdan hisoblagan holatda. Xo'p, nitroglitserin 0,06 mg dan til ostiga har 5 daqiqada 3 martagacha solishimiz mumkin bo'ladi. Qachonki bemorda qon bosim past bo'ladigan bo'lsa yoki miokard infarkti o'ng qorinchada ketay turgan bo'lsa, nitroglitserindan qochish kerak, bermaslik kerak. Keyingisi beta blokatorlar, misol uchun metoprolol 25-50 mg berishimiz mumkin. Qachonki mumkin emas, qachonki puls 50 dan past bo'lsa va sistolik qon bosim 90 dan past bo'lsa, beta blokatorlar tavsiya etilmaydi. Qarshi ko'rsatma. Morfin 2-5 mg inyeksiya shaklida qilishimiz mumkin. Bemordagi og'riqqa qarab yana 30 daqiqadan keyin yana bir marta qilishimiz mumkin bo'ladi. Statinlar 40-80 mg atorvastatin, ya'ni eng bizga udobniy statin atorvastatin hisoblanadi. Chunki buni qonda yuqori dozaga chiqish vaqti kamroq bo'lganligi uchun atorvastatin bemorga 80 mg gacha chaynagan holatda berishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi postli stent, ya'ni stentdan keyingi holatda aspirin va clopidogrelni 75 mg dan 1 yilgacha bemor qabul qilib yurish kerak bo'ladi.